BMW Y46 ni bunaqasini ko'rmagansizlar. Bitta ko'ringlar, sidenalarni juda ham boshqacha qilib, neobычный qilib tikib berganmiz. Polni napa kojada bo'lgan, napa kojamizni ham o'rtasi cho'koq rang. Chetlarini qop-qora qilib berganmiz. Strochkalarga alohida e'tibor berasizlar. Ayniqsa salon akvaprintga bitta e'tibor beringlar. Daraxtdek surada qilib chetlarini kuydirib qilib berganmiz. Вообще chiroyli chiqqan. Obshivka qismiga alohida e'tibor beramiz. Batonchiklarigacha polni napa kojada peretashga qilib berganmiz. Qaranglar, rulini lekin mashinaning ichida rul juda ham boshqacha bo'lib turibdi. Ikkita chetini alikantara, tepasini napa qilib berganmiz. Aerobaklarigacha alikantara qilib berganmiz. Kichkinagina detal skors KPP richak deyiladi. Buni ham polni koja qilib berdik. Вообще salonni ochib turibdi. Bari krishkalarigacha alohida e'tibor berib, chokli strochkalar qilib tushirib qo'yganmiz. Mashinamiz lekin juda ham chiroyli bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimizga qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib kelsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bitta like bosib, BMW haydaydigan do'stga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, akalar.